Mana O'tliberg tepaligi mana shu yerda haligi 1971 yil Muhammad Ali bokschi xuddi ana shu joylarda yugurib mashq qilgan. Mana juda qalin qor bo'lgan. O'sha vaqtda ham internetda ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu yerdan kelib olyapman mana. Mana bu yerda skameykalarda o'tirgan. Mana odamlar o'tirib choy ichyapti. Yaqiniga bormadim. Mana skameykalarda o'tirib O'tliberg tepaligi o'sha taxtalar o'sha haligilar 71, 75, 80-yillarda qilingan deydi. Mana bitta taxtani hozir borib ko'rsatay. Materiali ham baquvvat ekan lekin. Mana eskirib ketgan. Mana bu antenani oldaman O'tliberg tepaligidagi antenani. Havo shunaqangi toza, maza lekin gap yo'q. Desa miyagacha yetib boradi kislorod 1 sekundda. Mana shu yerlarda mana Muhammad Ali aytishga arzigulik dunyoda mashhur ham aqlli ham dono odam. Mana Syurix shahrining umumiy ko'rinishi. Shu uchun sizlarga ya'ni videoga olish jarayonida shuni ko'p aytdim. Mana bu g'arb tomon quyosh botyapti. Atlantika okeani, Fransiya, Ispaniya, Portugaliya. Bu yerda ham taxtalarga mana yozish bor ekan, mana bu yerda bezorlik qilib yozish ma'nosida aytyapman. Mana tabiat juda ajoyib ekan, men qoyil qoldim. Havoning tozaligiga men allergiyam yo'qotib yubordi lekin. Kim Syurixga kelsa tavsiya qilaman shu O'tlibergga kelishga. Qorong'i tushyapti, endi sekin quyosh botyapti, qaytaman men ham. Bu atrofda Syurixda o'zbekistonliklar yo'q ekan. 12 kilometr yo'lda bittasi bor deganday qildi endi. Uni ham vaqti bo'lmaydi. Men ham shu uchun birorta o'zbekistonlik ko'rmadim. Mana O'tlibergdagi teleminora. Şeydimi? Mana shu yerlarda Muhammad Ali bokschi mashqlar qilgan. O'tliberg. Kelinglar O'tlibergga, Syurixga kelsalaringiz eski hadeb qadimiy shaharni ko'raverib, ya'ni zamonaviy binoyu Malarda mana tabiat qo'yini, haqiqiy tabiat lekin. Havoga besh ketdim, gap qoyil qoldim. Qor mana